Assalomu alaykum. Alhamdulillah, mana suv va xurmolarimiz olindik. 240 ta. 200 taga mo'ljal qiluvdi. Inshaalloh suvlarimiz tayyor. Vaqti bilan shu yangi G'uzor sentrida tarqatishni boshlaymiz. İftorlik bor-ku do'stim, bitta xurmo bir qutum suv bo'ldi. Savob shuniki. Kim qilsa shuniki. Oshi, shashligi, go'shi, u keng, u endi u boshqa masala. Haqiqiy iftorlik millionlarga sarflaydi, odamlar iftorlik qiladi. O'sha gap, uyga borsa 3 ta ro'zador, undan ko'ra bor ana shahar masjidlariga boring. Xurmo suvlar tarqating. Har bitta masjidga o'sha ketgan 2-3 million pul evaziga qancha masjidga qo'yasiz? Nechta ro'zador kirib yeb ichsa sizga har bittasi savob keladi. Chunki hamma nima bilan ochishga haris ro'zani? Xurmo bilan. Nimaga? Payg'ambar alayhisalom buyurganda xurmo bilan ochishga. To'g'rimi? Ovqatda aytmadi-yu, go'shtni aytmadi. Taomlarni aytmadi. Xurmo bo'lmasam suv, u pok